Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Bir kitob bir olam programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Jonghua millatlari 5000 yillik uzoq tarixga ega bo'lib, dunyoning madaniyat va ilm-fan taraqqiyotiga o'lmas to'plarni qo'shgan. Bugungi programmamizda biz Jonghua millatlarining 5000 yillik parlaq madaniyatining shohidi bo'lgan Jonhuaning 5000 yili nomli 5 qismlik yurishli kitob haqida suhbat etamiz. Bugungi suhbatimizga ikki aziz mehmonni daxil qildik. Bulardan biri Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq İctimai Fanlar Akademiyasi Jurnallar Nashriyatining sobiq bosh tahriri Oliy muharrir Ablat Nurdin aka. Şinjan Güzel Sanat Fotosurat Nashriyati Universal kitoblar tahrir bo'limining mudiri Turg'un Tuniyaz efendi. Tarix u haqiqatning ayniga. Felsefi tefekkür ve gaybi karşını eksertip durdu. Bu kitapniki o'z olgan vaqt aralığına ait uzun, ta'sir doirasine ait keng. Tarix haqidagi gaplarimiz üzülüp bakın emas. Tarix u haqiqatning ayniga. U xalqning jumladan Jonghua madaniyatining tarixini, shundaqla o'tmishini, shundaqla bugunini ko'rsatib beradigan nayt ro'shan bir aynak. Ablatga siz mush Jonhuaning 5000 yili nomli kitobning asosiy tarjimoni bo'lish tutdingiz o'lan. Mush kitobning Jonhuaning 5000 yili nomli kitobning qisqacha mazmunini bir tonishtirib o'tsangiz, albatta kerak bir kitob nashr qilingandan keyin o'qirman do'stlarimiz kitobning mazmuniga to'liq qiziqadi. Jonhuaning 5000 yili nomli bu kitobda taxminan Jongoning 5000 yillik tarixiy faktlar asosida nayt ixcham, yarqin ommabop tunishtirilgan. Bu kitobning dastlabki muqaddimasi Pangoning olami yaratishi degan mushu temadan boshlanib, oxiri Jonghua xalq jumhuriyatining qurilganiga qadar bo'lgan butkul jarayondagi zo'r tarixiy voqealar, tarixiy shaxslar, bu jarayonda yuz bergan dehqonlar qo'zg'olonlari, madaniyat, san'at, iqtisod jihatdagi qo'lga keltirilgan natijalar, tajriba saboqlar ilmiy asosda yakunlangan. Bu kitobning aloyigi shuki, buningda amaliy faktlar orqali ma'lum bir qoida xulosalangan. Masalan, tunji tema Pangoning osmon zaminni yaratishi nomli bu temada Jongoning yoki dunyoning qadimgi vaqtda tutaksimon jism ekanligi. Keyin mushu tutaksimon jism ichida Pango ro'yobga kelgandan keyin nihoyatda yo'g'on palto bilan buni o'tqab o'tirdi yog'andan keyin yirik tutaklar osmonga o'lab, quyuq tutaklar yerda o'tirib qolganligi. Bu her kuni bir gazdan o'skanda osmon zaminni bir gazdan ustiga ostiga orliq tashlab 18000 yil o'tgandan keyin mushu taraf osmon bilan zamin hozirgi holat kelganligi. Pango osmon zaminni tirab turganligi. Uning badanidagi har bir a'zolar kun, quyosh, gulgiyoh, ziraat qatorlar aylanganligi. Mush asosida osmon zamin borliq kelganligi haqidagi afsona birinchi misol bo'lib ko'rsatilgan. Garchi biz afsona deganimiz reallikdan xillijiroq rivoyat qildi, uningki afsona quyuq bo'lsa-mu, buningdan ayni vaqtdagi qadim kishilarning falsafiy tafakkur va g'oyaviy qarshini aks ettirdi. Eng oxirida 1949-yili 10-oyning 1-kuni Rais Mao'zedong Tian'anmen ravlig'ida Jonghua xalq jumhuriyatining qurilganligini jakalgan qadar bo'lgan tarix jarayonlar ixcham ommabop tasvirlangan. Qadimki insonlar o'zlarininki tabiat, madaniyat, turmushga bo'lgan qarashlarini xalq adabiyatining bu afsona rivoyatining iborat bu ibtidoiy shakllar orqali ifodalab kelgan. Undan keyin rivoyat bir og'zaki tarix. Ham yuqorisi degandek Pangoninki shu zamin yaratish haqidagi afsonalar va rivoyatlarning hammasida Jonghua millatlarininki mustaqbal buyuk bir xil tasavvuri, ulug' bir tasavvuri. Shundaqla
reallikni hal qilib ketgan xiyollarninki bir iznalari jo'lalab turdi. Junxoninki 5000 yillik intayin murakkab bir tarix. Nayt shalliq tarix, nayt uzunga qadim tutishadigan bir tarix. Davlatga. Albatta siz mushu jarayonda cho'qim tarjima jarayonida siz cho'qim muayyan qiyinchiliklar yo'liqdingiz. Undaq sizga mush kitobni tarjima qilish davomida eng qiyin bilingan nuqtalar qaysi bo'ldi? Bu kitobni men tarjima qilish vazifasini topshirib olgandan keyin o'zim tarbiyalagan shogirdlarim aylanib kucha alqa o'tirmay ishlayotgan Abay Emin, Qori Karam, To'g'su 1-o'tir maktab ishlayotgan tarixchi Muhammadjon Ushur qatorliq men tarbiyalab chiqqan o'sha shogirdlar bilan birga ishlab chiqdik. Bu jarayonda biz yo'liqqan eng qiyin narsa nimasi atalg'u. Biz odatdagi tarix kitoblarda uchraydigan atalg'u bir necha yoki 10 yil topgandan keyin bu kitobning oyoqlaridan asosan shu atalg'u. Ammo bu kitobda har bir vaqalikda, har bir tarix shaxsining tarixida o'xshamaydigan tarix atalg'u, amal, mansab nomi chiliqidi. Biz buni izlash uchun nurg'un munosabatli kitob, lug'at, Qur'on kitoblardan foydalandik. Masalan, Yuan so'zi davridagi dov degan so'zning ma'nosi bizning hozir qo'llanayotgan shin, ya'ni o'lki degan butunlay o'xshab qoladi. Ammo biz buni farqlantirish uchun buni yo'l yoki liniya deb oldik. Chunki bir yerda dov, bir yerda shin kelib qolsa buni Uyg'ur ifodalash mumkin emas. Shunga tarjimadagi o'zi xosni ifodalash uchun mushundaq atalg'ularni imkon qadar biz bir-biriga o'xshatmaydigan, to'qnashtirmaydigan tarjima qildik. Yana bir masala buningda nihoyatda chuqur falsafiy fikr yoshirilgan she'rlar bor. Bunun har bir yoqda uchib, buning ba'zi vatanparvarlik, ba'zining xalqining azob uqubati pig'oni ifodalangan. Biz mushu tekstga mazmunlar qarab, tekstning mazmunini to'g'ri tushunish asosida imkon qadar biz bu adadiy jihatdan buni pishqilab ishlab, qobiyalik qilishgan asosda buning she'rlarini xili muvaffaqiyat tarjima chiqdik. Shuning bilan kitobning ravonligi, ommabopligi texim ochdi. Jamiyatda buning nisbatan tarjima sifati va atalg'uning to'g'riliqi, qilplashganligi haqida yaxshi inkaslar bo'ldi. Turg'unjon albatta ma'lum bir kitobninki nashr qilinishga nisbatan muayyan bir qoida, prinsiplar bo'ladi hamda uni har qanday bir kitobni hamda Uyg'ur tiliga tarjima qilgan vaqtda uningki tarjimasini nashrga ilish, tarjimasini planlash va uni nashr qilishni planlash xizmati nashriyatninki nihoyatda yuksak e'tiborni qo'zg'aydigan shundaqla ahamiyat beramiz bo'lmaydigan bir taraf hamda. Unda qo'yganda siz mushu kitobninki tarjimasiningki planga ilinishi va nashr qilinish ahvol to'g'riliq qisqacha to'xtalib boqamsiz. Yaqin yillarda buyon rayonimizga har qaysi nashriyatlarda mana tarix oid kitoblar ko'plab nashr qilindi. Endi biz tarixni tushunish, tarixni to'g'ri tunish va tarixni to'g'ri tashviq qilish davr talbi bo'yicha nashriyatimiz yoziq bilan surat birlashtirilgan, tili ommabop, tushunishli bo'lgan, o'qirmanlarni qiziqtira oladigan shunday bir tarixiy asarni, tarixiy kitobni tarjima qilib chiqish maqsadida nurg'ulg'an kitoblarni o'zaro selishtirish, tanlash orqali shu Jungo adabiyot tarix nashriyatining nashr qilgan Junxoning 5000 yili degan kitobni eng yaxshi tem ekan, biz Uyg'urcha tarjima qilsak bo'ladi ekan deb buni plan qildik. Endi bu kitob biz Xanzo kitobni ko'rgandan keyin bu kitobning o'zicha olgan mazmunining nihoyat kengligi, vaqt araliqining nihoyat uzunligi yuqorida oblatgam deb o'tdi. Bu Penguning shu zaminni yaratganligidan boshlab so'zlangan tariximni 5000 yillik tarix. Ondan boshqa buni ganglam tarix bo'lib qolmay buningda Junxoning madaniyat aks etganligi. Buningda Junxoning yoziq madaniyati bo'lamdi va yoki boshqa farfur madaniyati bo'lamdi. Buni bu kitobning yoziq bilan surat nihoyat birlashtirilgan dedik. Buni o'qirmanlar ko'rgandan keyin ko'rib bilalaydi. Buni nurg'ulg'an 1000 parchadan ortiq ijtimoiy turmush aks ettirilgan suratlar bor. Mushu kitobningki Xanzo o'qirmanlarining orasida nihoyat olqishga erishganligi, shundaqla ko'plab qayt nashr qilinishdek amaliy ahvolga asosan bizmi Uyg'ur tilida mushu kitobni nihoyat fasohatli tarjima qilish
a'lo sifatli tarjima qilish maqsadida rayonimizdagi ko'z ko'ringan tarix mutaxassisi va tarix asarlar tarjimasi ko'z ko'ringan mutaxassis Abdulat Nurdin apandimga mush kitobning tarjimasini havola qildik. Yuqorida aytdim, bu kitobningki o'z olgan vaqt oraliqi nihoyat uzun, ta'sir doirasi nihoyat keng. Ondan boshqa bu ayni vaqtdagi yiroq qadimgi davrdagi qavm, davlat va millat tarkiblari va shunaqa amal, mansab nomlari shundoq ko'p. Shuna bo'lg'achqa bu shu Abdulatgam tarjima qilib bo'lgandan keyin ustida ko'rish jarayonida biz muharrirlarga hali ko'p qiyinchiliklarni tug'dirdi. Biz shu vaqtda tushunmagan, bilmagan masalalarni yine Abdulatgam bilan so'zlashish, fikrlash orqali bu kitobni nihoyatda asliga sodiq bo'lgan asosda tili fasohatli qilib nashr qilib chiqdi. Tarix o'tmishning shohidi, bugunning ayniki atining yildizi. Bu kitap nihoyat muhim material qiymatiga. İnsaniyat taraqqiyoti uchun o'chmas tuhfalarni qo'shib kelgan. Abdulatga tarix o'tmishning shohidi, bugunning ayniki atining yildizi. Mushtoqdan qaraganda shu Jo'nxoning 5-yili nomli kitobdagi zo'r tarixiy voqealarni tipik misollar bilan so'zlab berish imkoniyati bormi? Bu kitapta 1500 parçadan artıq hikoya orqali bunun içinde bazı tarixiy voqealarning mohiyati, bunun kelib chiqish sababi va uning keyingi sulolalarning taraqqiyotiga ko'rsatgan ta'siri yaxshi tushuntirilgan. Yana bundan boshqa ba'zi misollarda bizning garchi feodal xalqlar bo'lsa-mu, lekin ilm-fan xodimi hurmatlagan, istidodli, talantli kishilarni hurmatlagan, uni qadrlagan nurg'un konkret misollar bor. Alayliq Lyubi ismli bir hukmron Jugalyanın namını anlap, onun istidadına qayil bulup, onun g'arga, tağ beşiga 3 qatim onun mapsiga berip, hatta ba'zida bir necha soat saqlab, onun o'zining samimiyatini bildirib, oxiri buni ta'sirlantirib, o'ziga xizmat qildirishga, o'ziga mushavirlikqa, maslahatchiga taklif qilib kelib, keyingi vaqtlar o'zining ishining ro'naq tepishiga zo'r ta'sir ko'rsatgan, buning ruhidan to'liq baylangan. Kabe'ge 3 qatim beriş degan hikoyasi bu. Bu Jungo tarixi Kabe'ge 3 qatim beriş degan mushu idiom so'z mushuni kelib chiqqan. Uningdan boshqa mushu buningda ba'zi zo'r tarixiy voqealar savidan kelib chiqqan ba'zi idiom so'zlar bor. Masalan, biz hozir ishlatayotgan Xanzurchiga kumi pujar. Og'zi shakar, dili zahar. Dungshan saychi. Shahti qayta başkırtıp çıkış degan bu idiomlar emniyet bir tarihi vakalarının xulasida oturup çıkan. Onun başka Mavsuy'un üzerine tavsiye kılışı. Biz özümüzün iktidarımız, bilimimiz, talantımız bakanımız, dadillikler özünün talantını namayan kılış. Tolumu kenterlik kılıp özünün başkalarının töven çağlaydıgan, dadil bombaydıgan ahvallara örnek kılıgan naat yakşı idiom sözlerime bak. Bu kitap, bu kuş arkalık biz Jungo'nun umumi tarixini tushunish, tarixiy voqealarning iznalarini bilishimizda bu kitap nihoyat muhim material qiymatiga ega. Demak, Abdulatga bu Jo'nxoning 5-yili degan kitobdagi tipik misollar bilan so'zlashga bo'ladigan tarixiy voqealar, tarixiy hikoyalar nihoyat ko'p. Buningdan tipiklarni bir qancha misol qilib berdingiz. Turg'unjon endi Jo'nxoning 5-yili nomli bu kitobningki shu mazmunni chiqishiga asosda elimizdeki, dünyanınki ilim-fan taraqqiyotga qo'shgan to'palarini konkret nuqtadan qanday shaylashga bo'ladi? Butkul insoniyat jamiyatining 5000 yillik tarixiy taraqqiyot mobaynida Jo'nxo millatlari o'zining aql farosati, ishchanligi va botirligi bilan o'zgacha, o'zi xos Jo'nxo madaniyatini yoritib, insoniyat taraqqiyoti uchun o'chmas tuhfalarni qo'shib kelgan. Biz yuqorida aytdik, bu kitobda nuqul tarix emas, tarix madaniyat so'zlash bilan bir vaqtimizda madaniyat degan vaqtda buni qadim zaman adabiyot nazmi, masalan, adabiyotning ichida nazm shakli, she'r qo'shiqlar. Undan boshqa masalan tarix tazkir tarjimalar adabiyoti. Tarjimalar adabiyoti. Undan boshqa yana bir masalan kalendarchilik, salnoma, palnoma qatorliq nurg'ulg'an sohalarda bizga o'xshamagan nuqtadan turib bizga nurg'un qimmatli bilimlarni bera oladi.
5000 yillik Junxo madaniyat tarixida dunyoda chunqur o'zgarish paydo qilgan kashfiyotlar, masalan, G'arbiy Xan sulolasi kashf qilgan qog'oz yasash texnikasi, Shimoliy Sung sulolasi davri kashf qilgan mix matbaa texnikasi, Sung sulolasi davri kashf qilingan miltiq dursin puruq yasash texnikasi va kompas qatorliq o'sha kashfiyotlarni yaratib, insoniyat taraqqiyotiga, insoniyatning tarix taraqqiyotiga o'lmas tuhfalarni qo'shib kelgan. Undan boshqa yana astronomiya, kalendarchilik, matematika, agronomiya, tibbiy ilm va filologiya qatorliq sohalardami o'zining bir kishilik tuhfasini qo'shib, shu davrdagi ya'ni Misr, Babilon, Anatkak, ya'ni Hindiston, qadim Hindiston qatorliq shu Jungo qadimgi 4 cho'ng madaniyat davlat qatorida dunyoning tarixini olg'a siljitgan. Junxo madaniyati shu Jungodagi 56 millatning madaniyati. Nadi obyektiv bayon qilingan ba'ziligi. Munavvar tarjim asar mukofotiga noil bo'ldi. Junxoninki shalliq 5000 yillik madaniyatini Jungodagi 56 millat o'rtaq birlikda yaratgan madaniyat. Mayli siz degan 4 cho'ng kashfiyat bo'lsin, mayli adabiyot san'at jihatdagi taraqqiyotlar bo'lsin, bu jihatdagi tuhfalar bo'lsin, buningda elimizdagi nurg'unlagan millatlarningki birlikda kuch chiqarishi, bir yoqdan bosh chiqarishi, bir yoqdan qo'l chiqarish orqali vujudga kelgan madaniyat. Shuning uchun Junxo madaniyati shu Jungodagi 56 millatning madaniyati, 56 millatning tarixi, 56 millatninki ro'yi va moddiy madaniy boyligi. Avlatga Junxoning 5000 yili nomli bu kitobga nurg'un tarixiy mazmunlar kirgizilish bilan birga yana nurg'un tarixiy shaxslar kirgizilibdi. Bu shaxslarningki rasmlari mo qistirib berilibdi. Undaqda mushu munosabatda siz mushu Junxoning 5000 yili nomli kitobdagi mashhur shaxslardan bir qanchani tipik misollar bilan so'zlab berasiz. Bu kitobda tarixiy materializm nuqtasidan eng yangi tadqiqot natijasidan foydalanib, birinchi qo'l yozma yodgor asosida tarixiy shaxslarning ish izlari, hayoti, topsi sahvalligi noyat obyektiv bayon qilingan ba'zirilgan. Buningda masalan Kungchu buning Junguni adab axloq bilan boshqarishdan iborat. Kishilarning adab axloqi yetaklash, insof, rahmdillikka undash mushu ideyasi alohida gavlandirilgan. Shundaqla Kungzuning mushu o'zining mushu yaxshi tashabbuslarining ayni chog'dagi hukmronlar tarafidan qabul qilinmaganligidan bir umr o'kinganligi. Onun xo'shal bo'ldigini o'zining shuncha 3000 dak talib o'quvchilaridan shu vaqtida Jungoga danglik 72 o'lima shogird yetishib chiqqanligidan faxrlanganligi. Bu kitobda bunday har qanday tarixiy shaxsiga tarixiy qarash bo'yicha birining ikkiga bilinish nuqtasi bo'yicha ham uning ijobiy tarafini muayyanlashtirish ham uning salbiy tarafini muvofiq ko'rsatib berish asosida obyektiv lillah bayon qilingan. Jungo tarixidagi Chin Shixuangning Jungoni birlik keltirish. Garchi Chin Shixuang Jungoni birlik keltirib, shu zamin doirasida o'lcham birliklarini, xatni, sodini rivojlantirgan bo'lsa-mu, oxirida yana shu ilm ahlilarini, kitoblarni ko'ydirish, o'limalarni tirkimishdak zolimlik hokim mutlaq qilganligimi kitobda nihoyatda ro'shan oldi bayon qilingan. Alayliq yana Chingizxonning to'pisi bo'lib ayni vaqtga Mo'ng'ul qabillalari nihoyatda Chechilang'u jangi jadal yig'liq jutugan Mo'ng'ul qabillarini pam farosatga botirlik tayinib oxir ularni birlik keltirib Mo'ng'ul davlatini keyinchi Mo'ng'ul imperiyasini qurganligi, uning varisi Qulbayxon Yuan sulolasi qurib, Yuan sulolasi davrida har qaysi millatlar orasidagi do'stlik, ittifoqlik, inoqlik, shundaqla iqtisodiy madaniyat aloqasini kuchaytirganligi.
Muşu Yuan Sılası devrinde ilmiş kitapta Uygurlarının bu tigişlik rol oynaganlığı gösterilgen. Tang Sılası devri ağanda Tang Sılası devrindeki Uygurlar bilen Otur tüzlerinin münasebeti, Soğudu münasebeti, Uygur Orhun Xalqının serkerdisinin aynı vaxtdaki topulancı önlük söygün topluğunu Tincistan naci zor oynap ular bilen Tang Sılası koşulan birlikte Loyan'ı ibaret Tang Sılasının paytaxtını qaytırılışqa tigişlik töp qoşqanlığı naci objektif bayan kılıngan. Bu kitapta yana nurgun tarihçiler ve başka ilim pensatı yüksek netice yaratkan kişilerimi bayan kılıngan. Alaylık Sımaçan tarih hatırlarını iziş jaryanında nurgun riyazat çekkeligi. Aynı vaxtda bu nahaq dialoga çesilip gelip Aqtılaq cazası, yani piçivitiş cazası uçurap naciz, horluk his qılgan bolsam, hatta yüzünü ülülüştek boşu niyat kelgen bolsunmu, ama onun tarihi bolgan kızıqış tüpeyledin, ta Huangdi'den tartip, Han devrici bolgan Allah'taki bütün tarihini mükemmel sesli silip, tarih hatırlardan ibaret şu tuncu mükemmel tarih eserinin uslubu ve onunki klipini yazıp çıkıp kiykiler için tarih üstünün bir uslubu, örneğini kaldığanlığı obdan bayan kılgan. Onun başka bu kitapta yine şu Gominda'nın Japon baskıcı karşı uruştaki töpsümü muhabbet hakikat ameliyatını izleyen asasında bayan kılıngan. Tarihi şahsiyatın başka bu kitapta bu şu Cumhuriyet milletinin tarihiga, medeniyetine, azsallık milletlerinin zor töp koşkanlığı objektif, doğru babirligen bayan kılıngan. Alaylık Cumhuriyet'in uzun yıllık tarihinde azsallık milletlerle kurgan bir münce hallık sulalla Cumhuriyet'in hazırki zemin dairesinin asaslı artışta, Cumhuriyet'in medeniyet tarakkiyatı, hazırki devlet tüzüğünü saklaşta Türkçülük intayın mühim rol oynagan. Demesin bu kitapta tarihi şahslar, tarihi vakalarına ait köp. Siz degen bayatılık ağan mayli Koğuz olsun, mayli Sımaçan olsun. Ben mayli Cumhuriyet'in kadim zaman tarihideki, yakın zaman tarihideki, hazırki zaman tarihideki dağınık şahslar olup kalsın. Bundaq şahslar kitabına ait köp. Sımaçan Cumhuriyet edebiyatı tarihida, kadim zaman edebiyat tarihida tarihi tezkire, tercümal edebiyatının bir janrı asası. Onun için Bengu Xannam arkalık bu janrı tekin beyti. Onun için Koğuzçılıkның özü, Koğuzның özü Cumhuriyet medeniyeti için bir sınavı, bir medeniyetin sınavı, edep ahlakның sınavı, tarihning sınavı. Hazır bu xalqarada mı Koğuz institut kurulup, Koğuzçılık ta'limatı tadqiq qilingan bir iqimga, bir fanga aylanib ketdi hamda. Andaqda gapimizni yana biz cho'nqirlashtirsak odatga. Mushu Cumhuriyetning 5000 yil nomli kitobda aks ettirilgan madaniyat, adabiyot, san'at to'g'risidagi mazmunlarni, yana qandaq nuqtalarni konkretni sharhlashga bo'ladi. Bu kitapta yani şiriyet cihette dünyaya dağınlık Libey, Dupu, Sushi katarlık dağınlık şairler. Ulanın şehir iziştiki merdanlığı, ulan özünün küçülgen turmuştiki cemiyetinin en ahvalini aks ettirip bazıda halkının gazap nefretini ahuzlarını ifadesi bazı kelgüsü boğan yaxşı tileklerini arzularını ifade eden bunun beşirler intayın pasahatlik kişini tesirlendirdi. Ulardan başka yer devresini ölçeş esasına sığan Suçumin ve matematik cihette netice yaratkan bazı alimler cümleden Garbiyot'un bağan Tang Sulası bir münce Garbiyot'un usullerinin aynı vaxtıda Tang Sulası ordusunda orkestr yakın naksusullarda kem bozup olmaydıgan bir xil sənət şəkli boğanlığı Uygurlarının cümleden Garbiyot'un çalgı əsablarının otur tüzənlikə ve bu yerden Koriya, Yaponiya kadar başka əllərin taqalığa ait vakıtla muvafiq türde bayan kılıngan. Biz bu kitabı okuş arkalık Cumhuriyet'in umumi tarihi doğrusunda bir kadar objektif ixcham bilimga yo'l olaymiz. Mushu kitobni planlagan Şinjan Güzel Sanat Tutu Surat Nashriyatining
baş tahriri Ali Mahir Yasir Bulqasim bu işlerini konkret becerdiğin ilimiz Turg'unjonga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Turg'unjon bir kitobninki ta'sirini biz o kitap nashr qilingandan keyingi o'qirmanlar orasidagi bu kitap haqidagi bas munozaralardan ondan keyin bu kitap yaratgan ijtimoiy iqtisodiy qimmatdan tushunib olamiz. Shunday bo'lganda bu kitap yaratgan bu kitap nashr qilingandan keyingi kitobninki ta'siri va unumini qaysi nuqtadan tushuntirib bera olasiz? Bu kitap nashr qilingandan keyin o'qirmanlarning nihoyat yaxshi bahosiga erishdi. Hem şu nashr qilingan yilsi munavvar tarjim asar mukofotiga noil bo'ldi. Demak, kitobning nashr qilinib shundaq bir shon-sharaf erishishi bu kitobning bundan keyingi tarqalishining nihoyat yaxshi bo'lganligini bizga oldin ola bishorat bergan. Darvaqa bu kitob nashr qilinib uzoq o'tmay keyin 3 qatim qayta nashr qilinib 30 ming tirajda tarqatildi. Shundaqla Şinjan axborot nashriyatchiligining Sharq Shomlik qurilishiga tanlanib, Abnurg'oyimizdagi har qaysi yeza, qishloq, kutubxona va qiroatxonalarga haqsiz saplab berildi. Kitob tarqatilgandan keyin o'qirmanlarning bizga nashriyatimiz yozgan xat va telefonlari to'xtamay ketdi. Biz buningdan mush kitobni tanlaganimiz, nashrga uyushtirganimiz to'g'ri bo'lganini his qilib, hodiqimiz chiqqandek bo'ldi. Tarixni o'rnak olgan vaqtda o'zimizni betib, baxtiyor olaymiz. Tarix haqida qayta o'ylangandila, jamiyatga shundaqla tarix haqiqat tushuntirishayotganlarga yuz kelalaymiz. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz mishat oxirlashdi. Hammamizga yaxshi tarixiy kitoblar hamroh bo'lg'ay. Xayr xo'sh. Boş mamsa. Ta'sirli bilvol muzika, mungdishish, to'rg'i chiqish. Hammani birlikda avjiga chiqarayli. Jumhuriy ko'chma aloqasi uchur mutaxassisi. Dünya gıdanlık xomizarlık Saudi Arabistan Medine Münevver şehrinin soğusu Ecve Nabrum xomileri. Çoğunlar ve balalar işletişki maskelerinden sıvak iş pastaları. Her xil temdeki toya teyyar çöpler. Cumhuriyet'deki başvekaletçi onun Şinjan Salih Halkara Soğudu Çeklik şirketi. Dünya gıdanlık xomizarlık Saudi Arabistan Medine Münevver şehrinin soğusu Ecve Nabrum xomileri. Çoğunlar ve balalar işletişki maskelerinden sıvak iş pastaları. Her xil temdeki toya teyyar çöpler. Cumhuriyet'deki başvekaletçi onun Şinjan Salih Halkara Soğudu Çeklik şirketi. Arman bilen işlerimiz armay Mulusul'un meşribide cür buludu bizlerge arman Yanak kokut tennin kuvveti Arman bilen açtı kımmeti Arman bilen açtı kımmeti Arman qadırdan çoğla kuvvet talqını